Superdon ryukzakimizni istoriyaga qo'yganimizdan keyin bitta ustagalarimiz obzor qilib bering deyishibdi. Hop, obzor qilib beramiz. Bu Superdon shlankasi ichidan nimalar chiqadi? Hop. Zaryadniki bo'ladi, mana shu joyda uni damlab beradigan nasosi bo'ladi bu. Yo'q, nasos emas, blok pitaniyasi bo'ladi. Shuni yoqib qo'yasizlar. Hozir mana maytga solib qo'yganman. İşte buni knopkasi ham bor. Yoqadi, o'chiradi. Buni yoqqandan keyin u ishlaydi mana. Juda zo'r bosimda haydab beradi. Zarur bo'lmasa bosib qo'ysalar ishlamaydi. Ishlamay qoladi. Mana shu nasosi bor. Damlab beradigan. Katta damlanadi. Zarur bo'lmagandan keyin shunday qilib bosib o'chirib qo'yasizlar. Simlari ulangan motorchiga. Hop. Da yana suv bachoga 3 litrlik bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. 3 litr yozib qo'ygan. Bunga shampuli suv qilsalar ham bo'ladi, gel, hozir konsentratlar chiqqan. Broni plonkaga gel solsalar ham bo'ladi 3 litrlik va korobkasida zapas bachoy bo'ladi yana bitta. Qo'shimcha sannilari bu korobkada. Hozir blok tanasini ko'rsatdim, o'shini qo'llanmasi bo'ladi. Juda ham udobniy. Men o'zim ishlab ko'rdim, ustalarimga tavsiya qilaman. Ishlang yana ham osonroq bo'ladi va yana ham sifatliroq chiqadi ishlang. Ertaga bitta ilovalasizlar. Maza qilib ishlayverasizlar.